بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ ولله ما أعطى Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytadi: biz bardığımız Allah Teala'nınkımız, biz bardığımız Allah Teala'ga qaytabız deb aytib keladi. Janazaga barganda, jakın adamlardı jo'qotganda biz o'sha oyatni o'qiymiz. Biroq bugun biz ma'nosine yetib turamiz. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Biz bardığımız Allah Teala'nınkımız. Bardığımız sözsüz Allah Teala'ga qaytabız. Erteң menен uşul xabarды uğup, biz bu xabarga işenmedik. Biroq ikkinchi bir söz bo'ldi. Dunyoda har birimiz mehmon ekanligimizni tushundik. Kecha boshqasi, bugun boshqasi, erteng boshqasi. Hurmatli jamoat, biz yashab turgan ushul dunyo vaqtli dunyo. Hurmatli jamoat o'tib ketadi. Biroq qarang ustozning ulug'lig'in. Oşonda jamoat işin tashlab, boshqa barliq narsasini tashlab ushul yerda ustozni soatlab kutib turadi. Men de janozasini qatnashib borayim deb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Innal qalba la yahzan va innal ayna la tadma' va inna ala firaqika la mahzunin." İbrahim degan balasi dunyodan o'tganda mening yuragim og'ridi dedi. Mening ko'zimdan yosh keldi. Siz bizni tashlab ketganingizdan biz qiylandik dedi. Allah subhanahu va taologa duo qilaylik. Ustozimizni nafaqat diniy ustoz, yurishni o'rgatdi, turishni o'rgatdi, yeyishni, ichishni, barliq narsani o'rgatdi. Hozir munojoatda bo'la turgan eseplarni Alloh taolo oson qilsin. Ortidan biz de duolar bilan istay turgan bendeler qatorida qilsin. Xiru davona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.